Assalomu alaykum azizlar, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, sog' salomatmisizlar? O'tgan videolarimizdan qovul tikanli kavar haqida juda ko'p savollar bo'ldi. Shuning uchun bu videoni chiqaryapmiz. Bir obunachimiz bizning Buxoroda o'smaydi debdilar. Boshqa obunachimiz Qarshida ko'rmaganman deb aytibdilar. Vaholanki, men bundan 20-25 yil ilgari Qarshi cho'llarida ko'p uchratganman. Bizning tajriba uchastkamiz Usmon Yusuf tumanida edi. U yerda ilmiy ish olib borardik. Qovul yo'l yoqalarida ko'p bo'lardi. Ayni pishgan vaqtda maza qilib tanovul qilardik. Qovul o'simligi nayinki Qarshida, hamma viloyatlarda ham uchraydi. Faqat kuzatuvchan bo'lishingiz kerak. Qovul qavardoshlar oilasiga mansub bo'lib, bo'yi 2,5 metrgacha yetadigan sershox, tikonli, yotib o'suvchi poyali ko'p yillik o'simlikdir. Barglari tuxumsimon, yumaloq, gullari oq rangli, 4 bo'lak, otaligi va onaligi yaqqol ko'rinib turadi. Mevasi ko'p urug'li sershira, ho'l mevaga o'xshab ketadi. Shuning uchun mevasi pishib yetilganda insonlarni, hasharotlarni, hatto bir obunachimiz yozishicha hayvonlarni, tiprotikonlarni ham jalb etarkan. Xalq tabobatida qovulning yer ustki qismi o'simlik ayni gullagan vaqtda yig'iladi va soya joyda quritiladi. Gulini to'liq gullaganda mevasining yetilganida teriladi. Qovul ildizi erta bahorda yoki kech kuzda kovlab olinadi. Suvda yuvib, tuproqdan tozalanadi. Quyoshda quritiladi. Xalq tabobatida ildizidan tayyorlangan damlama me'da ichak kasalliklari, yaralar, astmani davolashda siydik haydovchi vosita sifatida qo'llaniladi. Ildizini po'stloq qismi grijda davo hisoblanadi. Gulining shirasi bilan shirincha va yaralar, ayniqsa allergiya davolanadi. Meva qaynatmasi milkni mustahkamlaydi, tish og'rig'ini qoldiradi, bosir, ya'ni gemoroy kasalligini davolash uchun ishlatiladi. Obunachilarimiz iltimoslariga ko'ra qovul o'simligidan foydalanishga doir tavsiyalar. Birinchi, dastlab qovul o'simligi gulidan 10 gram olib stakanga solinadi. Ustidan 200 ml qaynoq suv quyib, so'ng 15-20 daqiqa damlanadi. Katta kishilar 2 osh qoshiqdan kuniga 3 marta ichishadi. Bu damlama allergiya, me'da ichak kasalliklari davodir. Ikkinchi tavsiyamiz, qovul o'simligi qovunchasidan bir dona olib, uni lezva yordamida vertikal qilib sekin terisi kesiladi. O'rtasi plyonka bilan qoplangan qismi gemoroy bo'lgan joyga qo'yiladi. 1,5-2 soatdan so'ng natija ko'rinadi. Shifokor tavsiyasi asosida. Azizlar, kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, obuna bo'ling, like bosib, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Bu bilan siz kanalimiz ravnoqiga hissa qo'shgan bo'lasiz.